Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hamyonbop eshik qidirib yurgan bo'lsangiz, men sizga eshigimiz tavsiya beraman. Bu eshigimiz Akbarich kompaniyasining nomer 043 eshigimiz bo'lib, eng hamyonbop eshiklarimizdan biri bu. Hamyonbop bo'ldi degan sifat qachon emas. Eng sifatli NDF kraska hisoblangan bo'ladi unga. NDF ga keladigan bo'lsak, 8 NDF EP+ bunda shtat tikalangan bo'ladi, uzori bo'ladi. Kraskasi Gage kompaniyasining akkumulyativ kraskasi bo'ladi. Quloq zamoqlari asabini qora rangda Frita kompaniyasining eng sifatli quloq zamoqlari qo'llaniladi. Mexanizm asabini magnitli sistema italyanskiy bo'ladi. Buni ochib qaytlashlarini ko'rishingiz mumkin. Silliq ochib qaytlanib tutdina. Yo'q, bundan hamyonbop eshik kerak degan bo'lsangiz, bu eshigimizning bon tarafi shtativsiz bo'ladi. 8 deganlar uzor o'ygan bo'ladi. Shtativsiz bo'lgan hisoblanadi. Yanada hamyonbop chiqadi bu eshigimiz. Kim shunday hamyonbop eshiklarimizni puli qiziqib qoladigan bo'lsa, direktimizga yoki pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Akbarich ko'ngil tinch. Kelaverasizlar.